Putovkasi bo'ladi. Ruxsat nomingiz bo'lishi kerak, aka. Shuni ko'rsating, bo'ldi, o'rtasiz. Qayda yozib qo'yibdi? Videoga olyapsanmi? Aka, men o'qiganman, любой joyda yozib qo'y. Ruxsat nomingiz bo'lsa o'rtasiz, aka. Yo, mashina menga qara, bizdak men emasmi? Pravim bormi? Mashina o'zing haydab borasan. Aka, mashina bizdak men emas, menga qarang. Mashina biroz tamirovkasi o'tgan. Jarima maydoniga qo'yish kerak. Bo'ldi. Mashina o'zi haydab boradi, aka. Nima haydamasa haydab boradi. Bo'ldi, haydab borsin bo'lmasa, evakuatorga o'ltirsin degan joyi yo'q. Davlatdan qarzdorlik joyi yo'q, to'g'rimi? Haydab borsin degan joyi ham bor ekanmi? Shopar haydab borish kerak degan joyi bor. Haydab bor ekan, mana qonun provokat qilmang aka. Siz menga mana shu mashina ortilsin degan qog'ozingizni ko'rsatingda o'rting qaror. Bo'lmasa aka haydlashamiz bu yerdan. Agar siz bilan haylash qo'ymak o'zi. Ha? Siz bilan haylash qo'ymak aka, normal gapiravering. Qayerda haydlashamiz aka? Mamlakat qayerda haylashasiz? Qayerda haydlashamiz? Mamlakat qayerda haylashasiz? Bilan mana shu turgan joyimizda haydlashamiz aka. Mashina ortilmaydi qaror, hech yoqqa ortilmaydi. Bosib ketsalaring ham ortilmaydi. Aka ortiladi mashina. Aka mashina ortilmaydi. Ortiladi mana shu. Ortilmaydi. Agar o'zingiz aloqa o'zingiz qilasiz. Nima bo'ladi aka? Kimni chaqirasiz? Kim chaqirmayman men. Chaqiring bo'lmasa. Siz mana shu mashinani ortish kerak degan Aka mana qog'ozingiz shu bor. transport vositasi maxsus evakuator yordamida jarima o'ljasi. Nima sababdan? Nima sababdanligini aytasiz? Tonirovkasi muddati yo'qligi. Tonirovkasi yo'qligi degani haydovchi o'zining dokumenti bor, pravasi bor, o'zi haydab borish mumkin emas degan joyini keltiring. Bo'ldi. Endi shopir haydab boradi. Bo'lmasa siz haydab boring, aka, siz nima qilyapsiz bu Men yerda? haydab boraman birovni Siz mashinasida. mana shopir yonida turibdimi siz yoningizda? siz hozir boshqachaga gapirayotgandingiz. Ichki vazirligining qonuni bormi shunaqa? Mani keyin yerdan qanday qaytib kelaman dedingiz, to'g'rimi? Qanday qaytib kelaman? Kechasi birovni mashinasini haydab, Mana mana shu shu turtovga urib olsa kim javob beradi? Shopir javob beradi aka. Evakuatorga ortilmaydi, puli yo'q evakuatorga ortishga aka. Evakuatorga pul oladimi bular? Tekinga olib boraman desa, pul olib borib tashlaydi. Siz so'ramasangiz bu beradi pulni. Assalomu alaykum. Haydovchimisiz? Qarindoshim bo'laman aka. Kim bo'lasiz? Qarindoshi bo'laman, amakisini bo'laman. Amakisini aytasiz aka, ertaga sud Soch chiqadi. inspektor ustidan. Ho, aka. Aka 0 chaqiring, aka. Inspektor yoki evakuator ustidan e'tiroz bo'lsa, shikoyat berasiz, bo'ldimi? Aka boraman, hozir chiqib kelaman. Bo'ldimi? Aka, tushundingizmi, tushundingizmi? E'tirozingizmi? E'tiroz, qarang. Mashina mana shu evakuatorga ortilsin degan qog'oz ko'rsatsin bo'ldi, Ortilmasin degan qonun bormi? Ortilsin degan qonun bormi? Ortilsin degan qonun bormi? Red davomida evakuator yordam beradi. Shopir haydab ketadi aka. Bo'lmasa yo'l patrul xizmat xodimi haydab ketadi. Orting. Hech kim ortmaydi aka. Chekada chiqmang aka. Mani qo'limga Aka, chekada chiqmang. zo'r. Aka